Instagramda tarqalgan ushbu videolarni hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Qanaqa tushundingizmi, tushunmadingizmi? Bu qanaqa? Qachon so'kindingiz? Nimada so'kindingiz? Aga kameralarim bor. Nega so'kinyapsiz? Kameralarim bor. Zakazat qilib berasizmi so'zinga? Qanaqa tushundingizmi, tushunmadingizmi? Bu qanaqa? Ko'tingga sanqasan, tushundingmi? Unaqa gaplashma, unaqa gaplashma. Ko'tingga sanqasan. Yo'q, aqling yetmaydi. Spokойно aytadi. Aqling yetmaydi. Akalaringdan yordam beradi. Kim formal yo'lkalarning yordam beradi senga? Menga hech kim yordam berolmaydi. Bir ikkita qolsin. Menga Alloh yordam beradi. Men senga aytmoqchiman. Alloh yordam beradi. Senga o'xshayotgan beradi. Yetkazib ham qo'ya olaman. Yo'q. Ana yil qolganman, ana yil deyapman. Baynamga urmayaptilar. Mana kelar aka. Prinsiplarni quyila, ana bu yerdan o'tayapman senga. Moshin kelib berasiz-ku aka. Ana bu yerdan prinsiplarni quyila. Sanda qimmatroq mashina bo'lsa, qoida buzishga ruxsat beriladi degani emas. Bu haydovchiga jarima yozildi. Bu haydovchigacha Allohga yetkazib qo'yaman deganigacha o'zi qarama-qarshi harakatlanib turib qoidani buzyapti. Uzr so'rab ket, baraka topkur. Bu haydovchiga ham jarima yozilgan. Bu holatdachi YP xodimi haydovchiga qarata tuhmat qilishga urinib ko'rdi, lekin o'xshamadi, sababi ushbu holat video registratoriga tushib qolgan edi.